Assalomu alaykum azizlar. Sarf asoslari batafsil sharh darslarimizda davom ettiramiz. Xo'p, biz demak sahih fe'lni nahiy qilish mavzusiga kelib to'xtagan edik. Xo'p, sahih fe'lni nahiy qilish desa, ya'ni yuqorida amrni o'tdik, ya'ni muxotobga amr qilish, g'oyib va mutakallimga amr qilishlarni, ya'ni idrib yoki liyadrib, liadrib demak o'sha mavzularni o'tdik, amr qilishlarni. Endi amrni ziddi bo'lgan nahiyni gaplashamiz. Endi sahih fe'lni nahiy qilish deganda nimani tushunishimiz kerak? Sahih fe'lni nahiy qilish deganda ya'ni mu'tal emasligini sahih fe'l deganimizda murod, ya'ni illat harf qatnashmagan sahih fe'lni demak nahiy shu sahih fe'ldan nahiy ma'nosini hosil qilayotganimizda qanday qilamiz? Mu'tal emas, bu yerda muzog'af emas bo'lgan so'z turkumlaridan, ya'ni sahihdan nahiy ma'nosini hosil qilishni, nahiy lasini kirgizishni gaplashamiz. Xo'p. Demak, bu yerda sahih fe'lni mana nahiy qilish mavzusi 72-betga keldik. Nahyun, nahiy degani nima degani? Biror ishni qilishdan qaytarish degan ma'noni bildiradi lug'atda. Nahiy bizda ham amru ma'ruf, nahiy munkar deydi-ku. Amru ma'ruf, nahiy munkar desa ham amr qilish demak buyurish bo'lsa, nahiy qaytarish. Demak, qil bo'lsa qilma. Nahiy amrning ziddi. Mana shu yerda bir e'tibor berishimiz kerak. Biz yuqorida mana moziy fe'llarini, muzori fe'llarini o'tdik. U yerda demak ma'lum, ya'ni musbat, ya'ni ma'lum emas, musbat ma'nosini gaplashgan edik, ya'ni bo'lishli fe'llarni. Uni ziddi bo'lsa inkor shakli, ya'ni bo'lishsizlik, bo'lishsiz shakli manfiy deb nomlanardi. Bu yerda esa amrning ziddi nahiy ekan. Ya'ni musbat manfiy degan tushuncha yo'q bu yerda. Chunki u xabariy ma'nosidagi jumlalarda bo'ladi. Endi bu talabiy ma'nosidagi jumla bo'lgani uchun, ya'ni fe'l bo'lgani uchun bu yerda talabiy bo'lgani sababidan demak amrning ziddi nahiy bo'ladi. Bu yerda hech qanaqa xabariy ma'no bo'lmagani uchun musbat manfiy degan tushunchalar yo'q bo'ladi. Endi bu haqida to'liqroq ma'lumotni o'zi baloqat fanida o'rganiladi. Biz qisqacha gapirib o'tib ketgan bo'ldik. Endi o'qiymiz matnni. Bu ma'noni ifoda qilish uchun muzori fe'li oldiga, ya'ni bu ma'nodan murod nahiy ma'nosini ifoda qilish uchun nima qilamiz? Muzori fe'li oldiga lan nahiya, ya'ni nahiy qiluvchi la, ya'ni la harfida, ya'ni bu qanaqa la? Nahiy qiluvchilar. Yuqorida biza nafiy lasini ham o'tgandik-da. Nafiyning lasida xuddi o'sha la, faqat boshqa ish qilardi. Ya'ni o'sha layimiz boshqa ma'noni ifoda etar edi muzori fe'li oldidan. Endi bo'lsa bu layimiz boshqa ma'noni ifoda etadi. Ya'ni shu harfni qo'shish orqali nahiy ma'nosini hosil qilamiz. Xo'p. Endi nahiy lasi fe'lga kirganda quyidagi ishlar ro'y beradi. Mana birinchi navbatda fe'lning i'robi rafdan jazmga o'tadi. Mana bu ham jazm qilar ekan fe'lni, va fe'lning ma'nosini nahiyga o'tkazadi. Mana muzori bo'lyapti, bo'ladi degan ma'nolarni yoki ifoda etadi, to'g'rimi? Hozirgi yoki kelasi zamonga dalolat qiladi. Endi bo'lsa ma'nosini nahiyga, xabariy ma'nodan talabiy ma'noga o'tkazadi. Talabiyni ham o'sha haligi nahiy ma'nosiga o'tkazadi. Shu bilan nima bo'ladi? Xo'p, demak bu yerda biz quyida mana jadvalda ko'rishimiz mumkin. Mana la yadrib, mana u erkak urmasin deb buyuryapti. Huwa zamir mustatir foili. La yadriba ikki erkak urmasin. Alif mana foili bo'ldi va oxiridagi i'rob nuni raf alomati bo'lgan nunlarni tushirib yuborilgan. Endi mana kattalashtiraylik. La yadribu, mana u erkak, ular erkaklar urmasinlar. La tadrib, sen ayol urma. La tadriba, ikki ayol urmasin. La yadribna, ko'p ayollar urmasinlar. La tadrib, sen bir erkak urma. La tadriba, siz erkak, ikki erkak urmang. La tadribu, ko'p erkaklar urmanglar. Mana bu yerda ham ikkalovida ham nima i'rob nunlar tushib ketyapti. Mana la yadribnada yetishimiz esdan chiqdi. Mana bunda bu fathaga sukunga mabni bo'lgan siyg'a hisoblanadi. Bunda zamir nunimiz tushmaydi, chunki bu i'rob alomati emas, bu zamir bo'lgani uchun tushmaydi. Demak, la tadribi, bunda ham i'rob nunimiz tushdi. Oxirida nuni bor edi. Tadribina bo'lganda. La tadriba, sen ikki ayol urma. La tadribna, bu ham sukunga mabni. Siz ko'p ayol urmanglar. La adrib, la nadrib, men urmayin, biz urmaylik. Bu yerda e'tibor beradigan bo'lsak, boshqa bir qancha o'zimizda mashhur bo'lgan kitoblarda muxotab siyg'alarni birinchiga qo'yilganda, aynan o'sha nahiy ma'nosini hosil qilayotgan vaqtda. Lekin biz nima qildik? G'oyibni birinchi qo'ydik. Nimaga? Chunki odatimiz bo'yicha g'oyib, muxotab, mutakallim siyg'alarni birga keltirayotgan edik. Bu ham muzori fe'li. Muzori fe'lida shunday qiluvdik, mozi muzoriyda. Bu ham muzori fe'li. Shu sababdan
Shunday o'z holicha qoldiraverdik. Bu alohida ishtiqoq qilingan kalima turi emas. Shuni biz e'tibordan qochirmasligimiz kerak, e'tiborga olishimiz kerak. Nima bu? Muzori fe'li. Al-fi'lul mudari' majzumun bila nahiyah deyiladi. Ya'ni la nahiyasi bilan nahiy qiluvchi la bilan jazm bo'lgan, majzum bo'lgan muzori fe'li bu. Tushunarli? Ya'ni ishtiqoq jihatdan hali ham muzori fe'lida turibdi bu. Shu sababdan buni alohida bir fe'l turi deyish, demak taqsimot jihatdan to'g'ri kelmaydi. Shu sababdan oddiy muzori fe'li tartibida biz keltiraverdik. Tushunarli? Xuddi shunday muzorining majhuliga ham nahiy qiluvchi la kiritiladi. Mana. Demak, la yudrob urilmasin bir erkak kishi. Yana bir shu yerda eslab olishimiz kerak. Xo'p, bu yerda la yudrob deyilganda urilmasin deyapmiz. Demak, biz nahiy amrni ziddi nahiy qaytaryapmiz. Kimdan? Noma'lum kishidan qaytaryapmiz. Ya'ni biz bu yerda misol uchun idrib zaydan deyilgan vaqtda idrib anta zaydan deyilgan bo'lar, to'g'rimi? Ya'ni foilimiz mustatir anta bo'lardi. Endi bu yerda la yudrob deyilgan vaqtda tepada la yudribda huwa mustatir foil edi. Bunda huwa mustatir noibi foil bo'ladi. Ya'ni u uruvchi biz nahiy qilyapmiz, qaytaryapmiz, fe'lni bajaruvchi bo'lgan foil noma'lum. Ya'ni tepada huwa bo'lganida sen ur deyapti. Endi urilmasin deganimizda haligi fe'lni bajariladigan maf'ulun bihi ma'lum, lekin kim bajarmasin degani noma'lumligi tushuniladi. Ya'ni urilmasin, hech kim urmasin degan ma'no ham kelib chiqadi. Bu yerda aniq kimga bundan qaytarayotganimiz nahiy ma'nosi kimga qaratilganligi muhim emas. Bu yerda asosiy gap maf'ulun bihiga bitta e'tibor qaratilgan. Demak, u erkak kishi misol urilmasin. Bu odatda bir e'tibor bersak, mana qonunlar ham shunaqa siyg'ada chiqariladi. Falon ishni qilinsin yoki qilinmasin deb chiqariladi-ku. Bu ham xuddi shu siyg'a. Bu yerda asosiysi kim qilmasligi emas. Bu yerda qilinmaydi, o'sha ish bajariladigan kishi yoki narsa muhim, tushunarli? Demak, la yudrob mabni fe'l bo'ldi. Majzum fe'l bo'ldi. Majzum muzori fe'li majhul siyg'ada turibdi. Uni noibi foili huwa mustatir bo'ldi. Endi la yudroba bo'ldi. Nuni bunday ham tushirilgan. Ikki erkak urilmasin deyapti ma'nosida. La yudrobu ko'p erkaklar urilmasin. La tudrob bir ayol urilmasin. La tudroba, la yudrobna. Bu yerda o'sha i'rob jihatdan o'sha turibdi. Majzum fe'li oxirida nuni tushirilgan. Demak, mufrad siyg'alarida jazm alomati sukun, tushunarli? Musannolarida nunini tushishi o'sha holatda turibdi. Demak, la tudroba, la yudrobna bo'ldi. Ular ayollar urilmasinlar. La tudrob, sen urilma. La tudroba, siz ikki erkak urilmanglar. La tudrobu, sizlar erkaklar urilmanglar. La tudrobi, sen ayol urilma. La tudroba, siz ikki ayol urilmang. La tudrobna, sen ayol urilmanglar. Ya'ni sizlarni hech kim urmasin demoqchi-da, tushunarli? La udrob, la nudrob. Men urilmay, biz urilmaylik, tushunarli? Xo'p. Endi bu fe'llarni ham nahiy fe'llarni gaplashib oldik. Endi quyida demak mavzuyimiz tugadi. Ta'kid nuniga kirishamiz. Bu mavzuyimiz sahih fe'llar turida mana mozi, muzori, amr fe'llarini gaplashgan bo'lsak, eng oxirgi sahih fe'llarimizga tegishli bo'lgan mavzu ta'kid nunini gaplashamiz. Undan keyin muzoaf, keyin mu'tal fe'llar, misol, ajvaf, noqis, shunaqalarni demak lafiflarni o'tamiz. Xo'p. Ta'kid nuni lug'atda ta'kidlovchi nun harfi degan ma'noni anglatadi. Ya'ni nunu ta'kid, ya'ni yoki nunu tawkid deyilsa nima tushuniladi? Ta'kidlovchi nun, ta'kid ma'nosini ifoda etuvchi nun harfi degani. Hop, istilohda esa gap ma'nosidagi shak shubhani ko'tarib gapni quvvatlovchi harfdir. Ya'ni misol uchun biror bir kishi, ya'ni muxotob, ya'ni tinglovchini xayolida bir ma'lumot bor. Misol uchun siz aytdingizki, ya raji'u zaydun g'odan dedingiz. Ertaga Zayd qaytadi dedingiz. U kishi demak jumlani eshitdi, muxotob tinglovchi va uni xayolida shubha paydo bo'lishi mumkin. Ya'ni bu odatda bunaqa shubhalar, ya'ni kelajak zamoniga oid bo'lgan, mustaqbalga oid bo'lgan jumlalarda sodir bo'ladi. Demak, u kishi o'yladi, rostdan qaytarmikan yoki qaytmasmikan deb o'ylab qoldi. Shu vaqtda siz nima qilasiz? Yo'q, albatta qaytadi. Shubha qilma deb demak jumlani aytmoqchisiz. Shubha qilma, shak shubhasiz u qaytadi demoqchisiz. Shunda jumlani qay tartibda keltirasiz? Yarji'anna Zaydun g'odan deysiz. Albatta Zayd qaytadi ertaga albatta qaytadi deb albatta so'zini qo'shasiz, to'g'rimi?
ana o'sha albatta so'zini ta'kidlash ma'nosini arab tilida demak fe'llarga qo'shiluvchi nun harfi bor ekan. Demak o'sha ta'kid ma'nosini ifodalaydi. Endi bu ta'kid ma'nosi boshqa uslub bilan ham, boshqa yo'llar bilan ham ifodalash mumkin. Lekin biz nimaga aynan sarf fanida bunday ta'kid nunini gaplashyapmiz? Ta'kidlovchi nun haqida desa, chunki bu nun harfi fe'lga qo'shilgan vaqtda, bu faqatgina fe'llarga qo'shiladi. Fe'lga qo'shilgan vaqtda lafzida o'zgarish sodir qiladi. Ya'ni muzori fe'li nima edi? Mu'rob bo'lgan fe'l edi. Muzori amr fe'llariga ham qo'shiladi. Demak, oxirida u mabniga o'zgartirib qo'yadi. Ba'zi bir harflar tushib ketadi, yoki qo'shiladi. Shu kabi demak jihatlari bor. Shu sababdan bu ta'kidlovchi nun harfini sarf fanida o'rganmoqdamiz. Ya'ni muzori fe'liga, amr fe'llariga qo'shilgan vaqtda lafzida qandaydir o'zgarishlar sodir qiladi. Shu sababdan biz buni lafzidagi o'zgarishlar, qanday o'zgarishlar sodir bo'lishini o'rganamiz. O'zi asli bu nun harfi, ta'kidlovchi nun harfi nahv fanida ham misol o'rganiladi, balog'at fanida ham o'rganiladi. Har bir fanda o'ziga demak munosib bo'lgan, o'ziga demak fanning jihatidan, mavzusi jihatidan yondashilinadi. Nahv fanida o'sha jumladagi o'rni boshqa jihatdan yondashilsa, demak balog'at fanida uni ma'nosi jihatdan demak yondashilinadi. Biz bu yerda lafziy o'zgarishlari jihatidan yondashamiz. Xo'p. Demak, nun harfi ekan, biz bilgan nun harfi. Demak, uni ikki xil ta'kidlovchi nun harfi bor ekan, uni demak ikki xil ko'rinishi bor dedik. Mana uni ikki xil ko'rinishi mavjud. Birinchisi nunut tavkidi xafifa, ikkinchisi nunut tavkidi thaqila. Demak, xafifa ta'kid nuni, ya'ni xafifa deganimiz yengil deganimiz. Yengil ta'kid nun ekan. Demak, bu qanaqa turadi desa, bu fe'lning oxiriga qo'shiluvchi sukunli nundir. Shunchaki sukunli nun fe'lni oxiriga shunday qo'shib qo'yiladi, xolos. Deb qo'shib qo'yiladi. Demak, bu ta'kid ma'nosini hosil qilar ekan fe'l oxirisida. Shu sababdan xafifa deb nomlangan. Chunki sukunli harfni talaffuz qilish osonda, deb qo'yasiz bo'ldi. Misol uchun mana idriban, mana idrib so'ziga ur degan, sen ur degan anaqaga nun ta'kid nunini qo'shdikda, sen albatta ur degan ma'no hosil bo'ldi. Mana sen urmasdan sen albatta ur, mana albatta so'zini qo'shib qo'yamiz. Ikkinchisimiz endi mana nun ta'kidil thaqila. Demak saqila, demak og'ir ta'kid nunimiz. Saqila deganimiz og'ir. Bu fe'l endi nima ekan desa, bu fe'lning oxiriga qo'shiluvchi tashdidli nun, mana tashdidli. Shu sababdan saqila og'ir deb nomlangan. Ya'ni tashdidli harfni talaffuz qilish qiyinroqdir. Xafifasiga, tashdidsiziga nisbatan. Misol uchun mana idribanna, sen albatta ur. Mana endi mana qaranglar, e'tibor beringlar, bu yerda albatta so'zini 2 marta yozganmiz. Nimaga desa, bu mana ikkita nunda bu. Birinchi sukunli, ikkinchisi harakatli hozir keladi. Bu tashdidli bo'lgani uchun ma'nosi ham kuchayib, albatta ur degan demak ma'nosi, kuchaytirish ma'nosi 2 marta bo'ladi. Qaranglar. Bu nun asli 2 nun harfidan tashkil topgan. Birinchisi sukunli, ikkinchisi harakatli. So'ng birinchisi ikkinchisiga idg'om qilingan. Ya'ni ikkita bir xil harf, yonma-yon kelsa, birinchi sukunli, ikkinchisi harakatli bo'lsa, idg'om qilinadi, to'g'rimi? Shunga ko'ra bu idg'om qilingan. Bu ta'kid nunlari faqatgina muzori va amr fe'llariga qo'shilishi mumkin. Ta'kid nunlari faqatgina fe'llarga qo'shilganda ularni fathaga mabni qiladi. Mana qaranglar. Demak, idrib fe'li, idrib mana amr fe'li. Unga ta'kid nunini qo'shdik. Mana unga ta'kid nunini qo'shdik. Mana endi mana ta'kid nunini mana tashdidli qilib yozganmizdek, bu yerda mana ta'kid tashdidini ochib yozsak, ya'ni idg'omini ochib yozsak, mana birinchi sukunli, ikkinchisi harakatli. Idriban, mana qaranglar, endi bu yerda fathaga ham mabni qildi, mana fatha ham qilib qo'ydi. Mana oxirisida sukun edi, fathaga ham mabni qildi va mana o'zi nima tashdidini ochib yozganmiz. Idriban na edi. Mana talaffuz mana qo'shib yozilganda mana idriban bo'lib bu tarzda yoziladi. Endi qaranglar, shu joyda yana bir narsani biz qo'shimcha qilib ketishimiz kerak. Mana e'tibor beringlar. Ta'kid nuni faqatgina muzori va amr fe'llariga qo'shiladi dedik, to'g'rimi? Ya'ni bundan nima tushunamizki, mozi fe'liga qo'shilmas ekan. Ya'ni ta'kidlovchi nun harfi mozi fe'liga qo'shilmaydi. Buning sababi nima desa, ulamolar bu o'tib ketgan fe'l bo'lsa, o'tib ketgan, oldingi zamonda o'tib ketgan ish harakat haqida gapirayotgan fe'lga ta'kidlash keragi yo'q, o'zi bu ish o'tib ketib bo'ldi deyshadi. Endi lekin bundoq qarasak, tahqiq harflari kiradi-ku. Haqiqatda bu ish sodir bo'ldi degan ma'noda. Lekin baribir ta'kid bilan o'zi asli bir-biriga yaqin. Ma'nosi ta'kidlovchi nun harfi bilan tahqiq harflari deyarli bir-biriga yaqin, lekin bu demak ta'kid nunimiz mozi fe'liga qo'shilmas ekan. Endi
muzori fe'lini ham barcha muzori fe'llariga qo'shiladimi desa yo'q deydi. Faqatgina mustaqbal, talabiy ma'nosida bo'lgan muzori fe'llariga qo'shiladi xolos deyiladi. Ya'ni bu qanday bo'ladi? Misol uchun talabiy ma'nosidagi muzori fe'l. Mana tepada o'tdik. Liyadrib, ursin bir erkak kishi deganimizda amr ma'nosidagi muzori fe'l yokida mana nahiy ma'nosidagi muzori fe'lni o'tdik. Tepada la yadrib yokida la tadrib ma'nosida. Yokida qasamdan keyin kelgan nima anaqa muzori fe'llari yokida arad deydi. Nima qiziqtirish ala yadribunna zaydan yadribanna bo'ladi endi ala yadribanna zaydan deydi. Misol zaydni urmaysanmi deydi. Ur degan ma'noda. Yokida istifhomdan keyin alada ur deb qiziqtirsa, demak istifhomda urmaysanmi deydi. Ala yadribanna hal yadribanna zaydan desa, unda zaydni urmaysanmi deb shunaqa istifhom ma'nosida, talabiy ma'nosida endi istifhomda so'rayapti-ku, talab qilyapti javobini. Shu kabi demak nimalarda ma'nolar bilan kelgan muzori fe'llargagina qo'shiladi deyiladi. Xo'p, barcha demak muzori fe'lga qo'shilmas ekan. Buni endi haligi gap nahv fanida odatda o'rganiladi bu mavzular. Biz endi qisqacha kirishib ketyapmiz xolos. Endi amr fe'li-chi desa, amr fe'li doim talabiy ma'noda bo'ladi, to'g'rimi? Shu sababdan unga bil ittifoq har qanday holatda qo'shilaveradi. Chunki amr fe'li faqatgina talab qilish uchun demak vadoq deyiladi, qo'yilgan bir faqatgina amr ma'nosida, talab ma'nosida ishlatiladigan fe'l. Muzori fe'l ko'ryapmiz-da, ba'zan talab, ba'zan boshqa har xil ma'noda ishlashi mumkin. Shu sababdan barcha holatlarda ham kirmayapti. Ba'zi holatlarda kirib, ba'zi holatlarda kirmasligi mumkin ekan.